Oltinsoy tumanida tomorqadan unumli foydalanish, aholi daromadini oshirish va mahallalar obodligini ta'minlashga qaratilgan ezgu tashabbuslar keng quloch yoymoqda. Ayniqsa, yangi qurilish mahallasida yo'lga qo'yilgan uzumchilik tajribasi bugun boshqa hududlarga ham namuna bo'lyapti. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Uzum shunchaki meva emas, uning har bir donasida quyoshning tafti, tuproqning mehri va dehqonning bir yillik mehnati mujassam. Shu bois xalqimiz dasturxonida uzum qadimdan baraka va to'kinlik timsoli bo'lib kelgan. Tarixiy manbalarda Markaziy Osiyoda uzumchilik bilan 1000 yillar avval shug'ullanilgani qayd etiladi. Demak, bu hunar bizning zaminimiz uchun kecha paydo bo'lgan soha emas, avloddan avlodga o'tib kelayotgan tajriba. Bugun zamonaviy yondashuv bilan uyg'unlashib, yanada katta imkoniyatlarga eshik ochmoqda. Oltinsoy tumanidagi yangi qurilish mahallasida ham bu qadimiy an'ana bugun yangi mazmun kasb etmoqda. Bu yerdagi uzumzorlarga qarab, yerga mehr bilan qaralsa, uning ham saxovatidan bahramand bo'lish mumkinligini anglaysiz. Qator oralarida tizilgan toklar, pishib kelayotgan uzum boshlari bir qarashda oddiy manzaradek. Tokni ekish, parvarishlash, suv berish, novdalarni tartibga keltirish, hosilni asrash barchasi sabr va bilim talab qiladi. Shu bois bu sohada yer bilan ishlashning o'zi kam, uni tushunish ham kerak. Oltinsoyliklar xonadoniga kirsangiz, kichik uzum novdalaridan tortib, mana shunday katta bir uzumzorlarga ham ko'zingiz tushishi mumkin. Biz turgan xonadon sohiblari esa 2 gektar yer maydonda uzumning 20 xildan ortiq navini yetishtirishmoqda. Qolaversa, aynan mana shu xonadon sohiblari yetishtirayotgan uzumlarni nafaqat mahalliy bozorga, balki ikkilamchi mahsulot sifatida tayyorlab, eksportga ham yo'naltirmoqda. 1,5-2 gektar bitta xo'jalikda bir qalamchadan qilib boq qilganmiz. Boqqa o'zi mehr bilan parvarish berib, bundan yuqori hosil olish uchun mana shunga oila a'zolari bilan ishlab mana shu yuqori hosil olib kelyapti. Bu bog'larning tashkil bo'lganiga 46 yil bo'ldi. Bu yerda har xil navlar ekilgan, bu yerda javuz degan navi bor, kishmish degan navlari bor, toyfa degan navlari bor, kishmish degan navlari bor. Agrotexnikasi bolalar yana yozda bir yoqib suv beriladi, chilla suv deyiladi. Qishda bir chilla suvi beriladi. Uzumlar buni olinib, qirqilib, sim bo'g'ozlarga bog'lanib, ziyoti navdalari, eski navdalar olib tashlanadi. Bularda qishda o'g'it beriladi. Agrotexnikasi bilan ishlagandan keyin mana gektariga masalan 20 tonnadan hosil oladi yaxshi mehnat qilsa. Ho'l meva bo'lgandan keyin buning kasalliklari ko'p. Hasharotlar ko'p, parvarish kerak. Albatta buni qilmasangiz, buni o'zi bo'ladi desangiz bo'lmaydi. Uzum ko'p suv talab qilmaydi. Ko'p zax, suv osti yaqin joylarda uzum ko'kmoq bo'lib yaxshi pishmay qoladi. Lalmi joylarga juda uzum yaxshi pishadi. Bugun uzumchilik faqat dasturxon uchun mahsulot yetishtirish emas, balki oilaviy daromad va tadbirkorlik manbaiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, bozor talabiga mos navlarni tanlash, hosildorlikni oshirish va mahsulotni saralash hamda sotishni to'g'ri yo'lga qo'yish dehqon mehnatining iqtisodiy samarasini belgilaydi. Tumanimizda 20 dan ortiq uzum navlari yetishtiriladi. Bularning ichida o'zimiz saralab aytadigan bo'lsak, mana jovuzi uzumi bo'ladigan bo'lsak, bu boshqa ko'p bog'larda yoki boshqa tumanlarda bu kamdan kam yetishtirilardi. Bu uzumni endi bobolarimiz hozirgacha aytib kelishadiki, bir bosh uzumni yesangiz, o'sha yaxshi pishgan vaqtiga 1 kilo go'sht o'rnini bosadi degan naqllar paydo bo'lgan. Hozirgi kungacha odamlar bu naqlga ahamiyat berishadi. Bundan tashqari bizda uzumda eng yaxshi uzum navlari yetishadi. Toyfa uzumlarimiz bor, Husayn yoki bo'lmasam boshqa eng birinchi pishadigan chilla uzumlarimiz mavjud bo'lib, bularni umuman faqat uzumni o'zidan emas, bizning xalqimiz buni uzumni magiz qilib yetishtirib, chetga eksport qiladi. Bu bitta uzumni o'zidan biz o'zimizda hozirgi kunda vin zavodlarimiz bor. O'sha vin zavodlar nafaqat uzumni bu mayezi yoki o'zi ya shirnisi, vino ishlab chiqarish bor, u vino eksportlarimiz ham jahon bozoriga chiqqan. Bu bo'yicha har xil navdagi uzumlarimiz bor. O'sha uzumlardan chiqqan vino mahsulot ichimligi ham xalqaro bozorlarga chiqarilgan. Va bu bo'yicha shu uzumimizni Oltinsoy tumanining uzumi doim mana shu dong'i ketganligi uchun bobo dehqonlarimiz mehr berib ishlaganligi va boshqa tumanlar, boshqa viloyatlarga nisbatan bizdagi uzumlarni ta'mi, shirasi alohida ajralib turadi. O'zimiz Oltinsoy tumanidagi barcha bog'larimizni yetishtirilayotgan uzumlarimiz xalqaro standartga javob beradi. Bundan tashqari bu uzumlarimizdan yetishtirayotgan magizlarimizni jahon bozoriga olib chiqyapmiz hozirgi kunda. Bu bo'yicha tadbirkorlarimiz alohida yo'nalishlarda ish boshlagan.
toklar orasida yurib bir narsaga amin bo'lasiz. Yerning barakasi unga qilingan mehnat bilan o'lchanadi. Bugun bu uzumzorda pishayotgan har bir bosh uzum ertaga bozor rastasiga, dasturxonga, balki boshqa hududlarga ham yo'l oladi. Oltinsoyda toklar mana shunday meva bermoqda, ammo uning eng katta hosili mehnat qilayotgan insonning daromadi, oilaning farovonligi va hududning o'z brendiga ega bo'lishida ham namoyondir.